Farg'onalik odam qassob o'z onasini so'ydi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, bunday o'z ota-onasini xorlovchilarga umrbod qamoq jazosi tayinlanishini istovchilar videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingizni unutmang. Farg'ona viloyatida 29 yoshli o'g'il pul sababli kelib chiqqan janjal ortidan onasini bolta bilan o'ldirdi. Bu haqda Millar dasturi xabar berdi. Sud hujjatlariga ko'ra, voqea yuz bergan kuni soat 8:00 atrofida 3 nafar o'g'ilning onasi bo'lgan marhuma ayol hamda uning to'ng'ich farzandi, ya'ni ayblanuvchi o'rtasida pul muammosi sababli o'zaro tortishuv boshlangan. Janjal davomida ayblanuvchi qo'lida bo'lgan bolta bilan o'z onasining bosh qismiga bir necha marotaba urib, unga og'ir tana jarohati yetkazgan. Ayblanuvchi harakatlarini davom ettirib, shu yerda turgan xo'jalik pichog'i bilan yerda yotgan onasining bosh qismini tanasidan uzib olgan. Shundan so'ng u onasining tanasini tomorqaning bir chetiga, bosh qismini esa hojatxonaning orqa tomoniga ko'mib qo'yib, o'zi yashirinish maqsadida voqea joyidan qochgan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Dang'ara tumani sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi J bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganligida aybdor deb topilib, unga 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.